Ko'chaga chiqib, maza qilib, aylanib kelyapman. Ko'ngilni yozib, metrolarga tushib, bozorlarda nima gap? Bugun yakshanba, obedgacha dam oldim. Hozir endi ishni boshlayman, xudo xolasa. Bugungi qiladigan ishim ishxonani polniy asfaltini yuvib chiqishim kerak. Suvni naporini tekshirish uchun osmonga sepib, o'zim ham salqinlab oldim. Suvni sepyapman-u, lekin xayolim boshqa joyda. Xayoldan o'tayotgan gapni eshiting. Payshanba kuni 2 million pul olsam, 900 ming so'mini uyga jo'natib yuborsam, 1 million 100 ming so'mni olib qolsam, 1 millionni biznes qilaman, 100 ming so'mini o'zimga sarflayman. Turba zavod qilib 15 mingta odam ishlataman. Yo'q, 20 mingta odam ishlataman. Anjanga polietilin zavod quraman. U yerda 10 mingta odam ishlataman. Toshkentda 5 xonali dom olaman. Chorvoqdan bitta dacha olsam, yozda mazza qilib oilaviy dam olib ketaman. Qarindoshlarim kelib dam olib ketsa ham bo'ladi. Yo'q. Xato o'ylayapsan. Dachaga odam qo'yish kerak. Kelgan odam $500 beradi. 10 kunda $5000 bo'ladi. Bir oyda $15000 bo'ladi. Hayol surib 5-kunda ham o'tkazdik. Shotimiz 800 ming so'm bo'ldi. Shu kelayotgan hayit kuni biznesni boshlaymiz. Yangi g'oyalar, bizneslarda o'tkazib yubormaslik uchun podpiska bosib qo'yinglar. Hali zo'r, katta ishlar qilamiz.